Men sizni ovqatlantirgani keldim. Qanaqa ovqat? Osh. Yur. Shu deysiz. Rayhon mumkinmi? Mayli. Oyijon aytdilar. Borib, o'g'limni ovqatlantirib keling deb aytdilar. Och qolib ketyapti, ozib ketyapti dedilar. O'shaning uchun o'zim keldim. Xonaga yur. Xo'sh, shu yerda o'zim yediraman. Xonaga dedim. Siz oshni yoqtirmasdingiz-ku? Osh damlab bering desam, boshqa ovqat yeylik degdingiz. Meni oshimni yaxshi ko'radilar-de, Rayhon. Yo'q, men oshni yoqtirmayman. Hammali ovqatni yaxshi ko'raman degandilar. Sizga hali osh damlab bermadilarmi, Rayhon? Yo'q-de. Azizakam shunaqa zo'r osh qiladilar. Azizaka esizdami? Rovodada o'tirganimizda don-don-ziki o'ynab, yutqizib qo'ygandingiz. Osh qilib beraman degdingiz, damlab bermadingiz. Adasi yutqizib qo'ygandan keyin damlab berish kerak edi. Onasi, xonaga chiqa qolaylik. Oling.